har doim ham shubha ostidagi inson aybdor bo'lmaydi. Olmaslik tushuntirib beraman nimaligini. Jorjiya shtatida yosh oila ajrashadi. Ularning kichkina farzandi bo'ladi va haftalarning har bir kunida ona o'sha farzandni otasiga topshirish kerak bo'ladi. Supermarket oldida ko'rishib belgilashadi. U ayol kelib farzandini topshiradi eriga. Sobiq eri ketgandan keyin bitta odam kelib u ayolni otib o'ldiradi. Guvohlar politsiyaga telefon qiladi. Otishma chop bo'ldi, bitta ayolni o'ldirib ketishdi. Ofitserlar so'raydi, qanaqa ko'rinishga ega bo'lgan. Unda guvoh aytadiki, u bo'yi pastroq amerikanец, faqat mo'ylovi bor, sochi uzun bo'lgan. Gumondor shaxs bu sobiq turmush o'rtog'i. Uni politsiya tutadi, savol-javob qiladi, psixologik ataka qilgandan keyin biladiki, uni umuman aloqasi yo'q ekan va unga videoni ko'rsatishadi. U videoni bola ko'rgandan keyin mundoq yaqinlashib ko'rib, oxiri chidamasdan yig'lab yuboradi. Killer paxotkasidan tanib qoladi va u kim bo'ladi? U inson o'sha bolani onasi bo'lib chiqadi. Albatta bu qaynana sobiq kelinini o'ldirib yuboradi. Shu navarani olib qolish maqsadida. U ayolni qamashdi, shunaqa gaplar.